Xotinchik, eshikni yopib qo'yma, ish qo'lyapman. Jonim, agar ozroq pulingiz bo'lsa, bu tashlab ketsangiz, uyga go'sht olmasak ham kartoshka, piyoz, sabzi olaylik. 165 ming pulim bor ekan. 5 ming bo'lmasa yo'l-kira yopib qo'yaman. Qolganga ro'zg'orlikqa agar ortsa, bittagina go'sht osh qilib bersan. Rahmat, erjonim. Akam bormi, Dila yengejon? Akangiz yo'q edilar, ishga ketuvdilar. Kiring uyga. Hamma kasal, ozroq pul yordam qila olasiz. Albatta, faqat 160 ming pulimiz bor. Shu yetadi degan umiddaman. Rahmat, birlaringizga ming bersin. Bitadi, rahmat. Mayli. Xotinchik, buni qara beraki. Erjonim, bu narsani qayerdan oldingiz? Kim berdi sizga? Bir saxiy boy pul va oziq-ovqat ehsonlik qildi. Naq 1.600.000 puli ham bor. Bugun o'zi singiz kelgandi. Bozorlikka tashlab ketgan pulingizni singizga berib yuborgandim. Rosa o'ylagandim sizga nima deyman deb. Lekin Allohimning o'zi sizga javob qaytaribdi. To'g'ri aytishadi.